ijodda davom etamiz, chalg'imaymiz. Yazvinniy kasalligiga, yazvinniy kolit kasalligi o'zbek tiliga sizlarga tushuntirib beraman. Bir kishi yozibdi, bir martaga yordam berdi deb. Mana qaranglar, mana. Krizma aytdingiz-ku, shuni bir marta qilganimga effekt berdi. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Buning uchun nima qilamiz? Bir osh qoshiq zig'ir urug'ini olamizda 200 gram yoki 300 gramga solib bir 5-10 minut qaynatamiz. Quyuq holatga keladi. Tasavvur qildingizmi? Quyuq holatga kelgandan keyin uni suzib oling, ya'ni marlama dokani ichiga solib yaxshilab siqib oling. Quyuq keselga o'xshab qoladi. Tasavvur qildingizmi? Undan keyin bir dona tuxumni oqini, xohlasangiz 2 dona. 2 dona tuxum faqat oqini soldingiz. Aralashtirdingiz. Tasavvur qildingiz, aralashtirdingiz. Ana undan keyin hop deng. Aytdingizmi? Aralashtirdingiz. Undan keyin yarim choy qoshiqmi, 1 choy qoshiqmi atirgul yog'idan qo'shasiz. Tushundingizmi? Atirgul yog'i qo'shib aralashtirasiz. Atirgulni yog'ini qanday qilish mumkin? Internetga yozsangiz ham chiqib keladi. Atirgulni barglarini olib, bozorlarga ham sotilyapti. Borib aptekaga atirgul yog'ini olsangiz ham bo'ladi. Tushundingizmi? Yog'ini, bargini olib, zaytun yog'iga iltib qo'yishingiz ham mumkin. Vodinoy banyaga qilib, ya'ni suvli hammomda qilib olishingiz mumkin. Tushundingizmi? Ana shuni bir choqon qo'shib olib, kechqurun klizma qilasiz. Tushundingizmi? Kechqurun mikroklizma olib shunday iliq holatda bo'lsin, 37 issiq ham bo'lmasin, sovuq ham bo'lmasin. Badaningiz haroratida bo'lsin bu yerga. Tushundingizmi? O'shani shunday klizma qilasiz. Yotgan holda shunday klizma qo'yib yuborasiz. Grusha bilan qo'yib yuborasiz, keyin his qilasiz. Shunday sizni yaralaringizni yopib, shunday issiqna qilib, juz qilib rohat olasiz. Yoting 1,5 soat o'lmaysiz. Tushundingizmi? Yoting, ertalabgacha yotsangiz hech narsa qilmaydi. Xo'p? Ana uni kartoshkadan sichet qilib qo'ying kerak bo'lsa. Rus tilida video qilganman. Qiling bir 15 kun qiling, ichiga olib. Qiling, ertalab chiqib ketaveradi. Bemalol. Uxlaguncha shunday qiling, ertalab axlatingiz bilan chiqib ketadi. Bo'lsa 1 soat, 2 soat tursin, chiqib ketaveradi. Tushundingizmi? Voy qilib ko'ring, вообще zo'r. Atak dorilarimiz bor, yazvinniy kolitga. Mana bu bor. Undan keyin mana bunday pilulalarimiz. Tushundingizmi?